Xo'p, bolalar, assalomu alaykum hammaga. Jigarlar, nima gap charchamayapsizlarmi? Bolalar, bugun indikatorni o'rgatish bo'yicha 3-darsli videoyim bo'ladi. Jigarlar, video boshlanishidan oldin shunday kanalda like bosib, obuna bo'lib qo'yishinglar. Shunaqa indikator ili tekin darsliklar ko'p chiqadi. Bozorda men sizlarga ishlab beradigan narsani tavsiya qilib, tekinga beraman. Boshqa kanallarga o'xshab pulga sotish boshqa narsasi yo'q. Jigarlar, men sizlarga bergan indikatorni ko'rishinglar mumkin. Bir xil, hammasini zonasi bir xil. Prosta men bu asosiy zonalarligi uchun 2-3 zonani sariq qilib olganman. Qaranglar, bizda bozorda oxirgi minimum berdi narximiz mana M5 time frame'da. Mana oxirgi marta bizga minimum berib keldi narx. Mana minimumni men yozyapman indikatorga kirib turib. Bu yerda indikatorda o'zi asosini tushuntirsam, bu yerda tepagisiga maksimum yoziladi, pastiga minimum yoziladi. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, mana minimum 4480 yozilyapti. Men sizlarga bugun bergan Telegram kanalda bugun 3 ta signal berilyapti. 3 ta signalimiz bittasi 35 punkt bayga, ili 3dan sniper entry, ikkinchisi 17 punkt selga, ili oxirgisi 500 pips selga oqib beryapti. Xo'p, nimaga asosan bugun shu indikatorni ishlatib bizga signal berdingiz desanglar, bolalar, bu indikator ko'proq sniper entry 3dan ushlashga sizlarga udobno bo'ladi. O'zingizlar masalan birorta strategiya bo'lsa, unga qo'shib ishlatsanglar, вообще mix bo'ladi, ideal darajada bo'ladi. Tak, tushuntirib o'taman. Mana bugun minimumni olyapman. Narximiz uchayotgan zonani qaranglar. 4530 dan o'zi bayga harakat olyapti. Xo'p, 83 gacha chiqib beryapti bu yerda. 53 punkt razniца bo'lyapti o'rtada. Lekin men bergan zona tak 4546, 44 dan bay zona beryapman. Mana narximizni ko'rishinglar mumkin. Narx 4546 dan bayga razворот olyapti. Bu yerda xo'p 46 dan shu 86 gacha chiqib berganda ham 400 pips. Biz 35 punkt deyaptik. Shunaqa atrofda chiqib berdi. Bayga sniper entry ushladik. Undan keyin bolalar narxni bu yerga kelgan holatida, mana bu yerdan ham sell kirganmiz, 80-82 dan ham sell berib ko'rdim narxda. Bu yerda уже sellga entry qilyapmiz, 80 dan mana bu yergacha tushib beryapti. Bu yer 64, уже 160-170 pips bu yerda olyapmiz. Yana chiqyapti-da 80-82 dan sell berilgan. Narximiz mana 83 ga chiqyapti-da, razворот olyapti. Bu yerdan mana 83 dan ko'rishinglar mumkin, даже zonagacha 31 500 pips harakat bo'lyapti. Xo'p, bolalar, ko'rishinglar mumkin, bu indikatorda asosan bu algoritm matematikaga asoslanib ishlangan indikator. Jigarlar, hammasi tekin. Telegram kanaliga prosta o'tinglar. Mana o'zingizlarga men beraman. Ishlatish yo'riqnomasini ham, ili darsliklar qilib hammasini tashlab qo'yganman. Bugun bu 3-dars bo'ladi. Narximizda M5 time frame'da ko'pchilikda bo'layotgan holat, tushunmayotgan holat. Jigarlar, qanaqa muammo, qanaqa yordam kerak bo'lsa, o'zim profilimga yozinglar, men maksimal darajada tushuntirib, sizlarni podдержка qilib boraman. Xo'p, bu yerda ko'rsanglar, bozorda mana ko'pchilik o'ylaydi-da, mana narx bu yerda bizning sell trend oqib tushyapti, narx tushib kelyapti. Bu yerda maksimum qayerda, minimum qayerda? Yo'q, hali beri bizga minimum bermagan. Mana oxirgi marta narx tushib keldi, bu yerda minimum berdi bizga. Уже minimumni yozyapmiz biz. Bu yo'g'iga har bitta sizlarga entry zonani tushuntirib ketyapti narx. Tak, maksimum hali beri bozorda berilmadi jigarlar. Men o'zim yangi strategiya bo'yicha hozir shu yerdan narximiz sellga razворот olish kerak. 4000 necha bo'lyapti ekan? 4606 dan bu ideya yangi strategiya, уже проверкадagi strategiyamiz bo'yicha sellga razворот olish kerak. Mana buni kutyapmiz. Ertaga bugun video mana soat kechki payt 2 da olinyapti. Ertaga buni rezultatini ham tashlab beraman agar bu strategiya ham qiziq bo'lsa, o'zimga yozsanglar buni ham tashlab beraman. Endi rezultatiga qarab ko'ramiz. Bundan oldin kim shu minimum tushib berishini topib beruvdi. Tak, jigarlar, narx tushib kelyapti. Bozorda hali bizda maksimum yo'qmi? Обязательно maksimum desa, shuni maksimum qilib olishinglar kerak emas. Bozorda bizda katta berilgan, kattaroq maksimum, kattaroq minimum. Masalan, aytaylik, qaranglar. Sizlarga eng zo'r podskaska mana shu holatda olsanglar bo'ladi. Chunki bu yerda narxda oxirgi maksimum mana shu tepadagisi bo'ladi. Biz tepadagi maksimum nechi? Tak, 4773 bizga maksimum bo'lyapti. Bu yerda o'chiramiz, mana minimumni xohlasanglar o'chirib turinglar. Mana 0 yozib turamiz. Tepaga mana maksimumni yozyapman. Narxda maksimum nuqtasini. Bo'ldi, hech nima kerak emas boshqa hali. Aytilgandek bir balo zona yoki boshqa vahimali zonalar kerak emas. Prosta entry qilish kerak. Signal kerak emas. Umuman signal kanalida ishlamaysizlar. Mana qaranglar, narx tushib kelayotgan zonasini. Prям bu maksimum yozilyapti. Oxirgi zonadan razворот olyapti. Bu yerda yetmayotgan narsa 4638, zonamiz 36,5. 10 pips, 12 pips yetmayapti. Endi entry qilsalar bo'ladi. Shu yerdan narx tushib kelyapti. Har bitta zona mana aytilganidek tushib kelyapti. Birinchi dalivka zona, ili bu yerda ikkinchi dalivka zona, oxirida razворотdan prям sizlarga 3 dan bo'lyapti. 3 dan bo'lyapti, yana bu yerga chiqyapti. Bu yerda yana sell pozitsiyasi ochsanglar bo'ladi. Narx ko'proq sizlarga sniper entry ushlab beradi. Masalan, balans kichkina bo'lsa, sizlarga aytaylik $30 balans bor.
$30 sniper entry ushlab beradi. Kuniga 3 ta 4 ta signal beraman. Bolalar, meni signallarimni minus qilishning ilojisi yo'q. Men aytyapman. Men signal beraman, masalan, aytaylik 10 punkt, 15 punkt. Bo'ldi, shunda save qilib olinglar, bu yoqqa normal yurib beraman. Mana 2 kun, 3 kundan beri kanalimda qo'shilganlar, borganga qo'shilganlar bilsanglar kerak. Bolalar kamida 300-400 pipsli signal bo'ladi. Haligi. Bilet, ba'zi kanallar bor, 30 pips signal beradi, bo'ldi, yopinglar 30 pipsda deb beradi. Bu bilet, masalan, novichoklar bor, bu sohada 001 dan bir dona kirib beradi-da, bu holatda o'tiraveradi-da, masalan, 30 pips signal berib qo'ysa, o'ylaysizlar, bo'ldi, $3 yopgisi kelmaydi hech kimni. Masalan, katta summani internetda bo'laman, ko'pchilik ko'rsatib chiqyapti. $3 hech kimni, masalan, foydada yopgisi kelmaydi. Yaxshiroq yurib bersa, endi yaxshiroq foydada yopgisi keladi-da. Ko'pchilik hozir shunaqa bo'lib ketdi, masalan. 30 pips berib berdi, bo'ldi, vahima. Undan zo'ri yo'q-da, o'sha 30 pips. Agarda aytilgan zonasidan yurib bersa bo'lmaymi? Misol qilib aytaylik, mana shu yerdan sel berib qo'ydi deylik. Bo'ldi, 71 dan agarda o'sha 639 gacha tushib ketsa, 100 punkt atrofida narx tushib ketdimi, bo'ldi, o'sha internetda zvezdali boshlanadi. Menchi zamon bozor yuradi deb dedi. U prosta unaqa narsalar, unaqa gaplar kerak emas-da. Tak, bolalar, mana ko'rdinglar, mana maksimum bozorda eng tepa maksimumni shunday yozyapman. Menga qayerdan qaytishni chiqarib beryapti. Tepa aniq, masalan, narx tushib kelyapti. O'zingizlarga asosiy 30 punkt, 40 punkt take profit qo'yinglar. Bu yerda ishlab berayotgan vaqtini qaranglar. Misol 4638. 38 dan ishlab beryapti. 87 gacha уже 50 punkt bor. Masalan, eng kichkina lot bilan kirilganda 001 bilan kirganda $50 bir dona сделка uchun. Endi xo'p, bu yerda ishlab berdi, bu yerdan yana selga tushib ketyapti. Mayli, oxirgi maksimum, tak minimum berildi bozorda bizga. Bu yerda yozsa bo'ladi 4680. Mana indikator kiramiz. Tepadagi zonani mana o'chiramiz. 0 bunisiga. Hali bir ikkita minimum maksimum yo'q. Bizda bitta minimum bor. Shu yerda biz 4680 zonasini yozamiz. Qaranglar. 4680. Onasini ham qayerga yozib qo'ydim buni? Minimum yozdim, lekin narximizda qandaydir ошибка bo'ldimi? Onasini ham 4480 ekan. Bular 4680 qo'yibman. Uzr ming bor, bolalar qaranglar mana. 4480. Zonani ishlab berganini qaranglar, 4480 ni minimum deb olyapsizlar. Xo'p, narx keldi. Xohlasanglar mana o'zi shu yerdan kirib olsanglar ham bo'lardi bayga, lekin sizlar bunisidan kirdinglar deylik. Mana qizildan narx kelyapti. O'zim bunisidan bay berdim. Bundan ham bermoqchi edim. Bozor o'tali flatga tushib olgan holatligi uchun sizlarga signal qilib bermadim. Xo'p, bu yerdan mana kirganinglarda mana shu holatdan kirsanglar 4546 84. 40 punkt bor. 001 eng kichkina lotga $40. Valla stop loss olish qiyin bu indikator bilan, bu strategiya bilan. Stop loss yo'q umuman. To'g'risini aytganda mana bugun 3 ta signaldan 3 ta take profit normal entry dali 6 punktli откат berib chiqmayapti. Prem sniper entry, prem 3dan ushalyapti. Prosta aytganim, yangi kirayotgan traderlar bo'lsa bu sohaga jigarlar vaqtinglarni ketkizib boshqa strategiya, boshqa narsalarni o'rganib yurmanglar. Kerakli bozorda ko'proq obyomga asoslanib yoki-da algoritm, matematik narsalar ko'proq ishlab beradi. Ili u narsani ham tekini bor. Tekinni olinglar, o'zingizlarga ishlatinglar. Hali vohma qilib ko'pchilikni masalan e'tiborini chalg'itib vaqtini olyapti-da tradingni. Unga ko'ra kerakli narsani olinglar, mana qaranglar mana. Prem ideal ishlab beryapti. Bozorda mana orqa-roqda ham meni ishlatib beraveramiz sizlar uchun. Bu yerda minimum bilan maksimum yechib berdi, bu yerda ham go'zal holatda ishlab berdi. O'zi mana mana shu yerda misol aytaylik bizda 4773 4638. Hozir yana orqa-roqda yana bitta zona ko'rsatib beraman. 4773 tak 4638. Buni qaranglar. Ikkita idealniy zona narxda razворотni ushlash uchun mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Birinchisi narx bu yerdan razворот olyapti, tushyapti, yana bitta razворот, yana bitta tushyapti, yana razворот. Zonani kuchliligini ko'rsanglar, bolalar bu yerda narx flatga tushib olgan holati bo'lsa ham mana ko'rishinglar mumkin. To'lqa mana bu yerda ozroq chiqib ketibdi. Tak 4719 gacha bu yerda endi может быть nevs bo'lgandir. Takida kuchliroq birorta nima deydi, fundamental yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'ringlar, narx flatga tushsa ham chizib beraveradi. Bo'ldi, flatga tushsa o'sha bu yerdan buy, bu yerdan sell, bu yerdan buy, bu yerdan sell. To'lqa qaranglar, bitta indikatorlar 6 ta signal. Stop loss yo'q. Unutinglar, jigarlar stop lossni. O'zim kanalda endi 3 punkt, 4 punktlik stop loss berib qo'yaman, chunki fundamental yangilik bo'lib ketyapti hozirgi kunda, shunga asoslanib. Tak stop loss berib qo'yaman kanalda. Mana kanalda o'zi signal olayotganlar biladi-da, onasini hamsi hali vohma qilib boshqa narsa qilish kerak yo'q. Tak bu yerda mana patriotik ishlab beryapti. Eng oxirgi pozitsiyalarda mana даже selga tushib ketayotgan holatda bu yerda ko'ringlar, selga tushib ketyapti. Sizlarga dalifkaga zona tashab tushib ketyapti. Bu prosta imbada bu narsa.
Endi kommentariyat negativ bo'lmasin, masalan, sen bozorda ikkita zonasi ishlatib berding, ikkita joyda ishlatib berding, xolos deb. Bu yerda idealni ishladi, bu yerda idealni ishladi. Endi shunaqa negativ bo'ladi. Bo'lgani uchun mana men pastroqdan ham ishlatib berishga harakat qilaman sizlar uchun. Tak, aytaylikda bizda bu mana oxirgi minimum deylik, 4509. Ili pastda bu minimumda yetgan tushgan ekan, 4510 ekan deylik. Buni o'chiraveramiz, 0 qilamiz, qaranglar. 4510. Mana bu yerda buni qo'yadigan bo'lsak, buni qaranglar. Bu prosta imba narsa, mana minimumni prosta bozor kiringlar, jigarlar, minimum yozinglar yo maksimum yozinglar. Hop, sniper entry'ni qaranglar. Narx chiqib ketdi 4510 dan, xo'p. Bu yerdan selga razворот olyapti. Yana xuddi shu uchidan yana buyga razворот. Yana xuddi shu yerdan selga razворот. Yana chiqib ketyapti, oxirgi zonadan buyga usha beryapti. Bu yerdan mo chiqib ketish necha punkt bo'lyapti? Hali internetda qo'ysam negativlar ham ko'p paydo bo'ldi-da, bu tushunmasdan. Misol stop loss yo'q o'zi bu strategiyada endi bo'lsin deylik, sizlar asosan masalan 6 punkt stop loss bo'lsin, примерно 6 punkt, 7 punkt endi страховкani olinglar endi. Olgan taqdiringlar, ishlab berayotganini qaranglar. 102 punkt, 6 punkt stop lossga 101, 102 punkt ishlab beryapti. 102 punktdan keyin masalan sizlar bu yerdan entry qilyapsizlarmi? Kirish nuqtani, chiqish nuqtani. Ili bu yerdan xohlasanglar yana selga kirib olinglar. Qaranglar mana bu yerda 101 punkt bay ishlab beryapti. Endi bu yog'iga mana zonadan selga kiramiz. Stop loss aytaylik yana bir 5 punkt bo'lsin. 5 punkt, 6 punkt ishlab berayotganini qaranglar. Bu yerda tak 40 punkt. Agarda bu yerga oladigan bo'lsak 85 punkt. Tushunyapsizlarmi? Bola bu strategiya bilan yo bu indikatorlar minus qilish ilojisi yo'q bozorda. Prosta o'zingizlar kontrol qilib olsanglar bo'ldi. Endi bu holatni ko'ramiz. Yana narx tushib kelyapti. Yana xuddi sniper entry da, men kayf qilaman bor bu narsaga. Mana qaranglar. 4560 sniper entry. Voy onasini emsin. O'zim signal beraman, o'zim ham foyda qilaman, ko'pchilik foyda qiladi, shunisiga kayf qilaman. Men har doimgidek stop loss 5 punkt. Endi stop loss qo'ymasanglar ham mayli. Prosta straxovkani olib qo'yinglar. Valloh hozir fundamental ko'p yangilik ketyapti. Eron nimadir qilyapti, AQSh nimadir qilib yuboryapti, shunaqa. 99 yana 100 punkt. Tushunyapsizlarmi? Bola prosta 100 punkt olib chiqib ketaverasizlar bozorda. 100 punkt olinadi, chiqilaveradi. Endi bu nafsga qarab yopsanglar bo'laveradi bozorda. Uje oxirgi zonani yechyapti, narx chiqib turib bo'ldi. Bu yog'i uje bir kunda masalan yurib bergan holatda mana narximiz bu yerdan boshlanyapti. 29-aprel 1.5gacha. Uje bu yerda mana 30-aprelda o'zida masalan ikkita uje сделка ishlab beryapti. Tushunayotgan bo'lsanglar. Xo'p, dalishi prosta bolalar foyda oladigan joyida mana narx bu yerda tushib kelayotgan bo'lsa ham, mana buni sal orqaroqqa tortsak, yana narx pastga tushib kelyaptimi? Yana xuddi shu joyda buy pozitsiyaga ishlayapti. Stop lossda yana aytilganidek, misol 5 punkt qilib olinglar. Mana 5 punkt stop loss qilib olganinglardan 5 punkt stop loss, tepa zonagacha 18 punkt. 17-18 punkt take profit. Yana xuddi shu joydan sell kirib olsanglar, ketdi donasini emsin. Selga ketyapti narx. Bu yerda yana ko'ringlar. Onasini emsin, kayf qilasizda. Balach, mana 5 punkt stop loss qo'ying, onasini emsin, yana bu yerda mana ishlab berayotgan zonani qarang. 25 punkt yana. Ey jigarlar, bu strategiya bilan minus qilish iloji bormi bu indikator bilan? O'zingizlar prosta bilib qo'yinglar. Yana narx tushib kelyapti. Buni qaranglar. Yana 3 dan sniper entry ushalyapti. Misol qilib aytganda sizlarga aytaylik scalperslar yoki razgon o'zi tavsiya bermayman hech kimga. Mana 5 punkt stop loss aytilgandek. Razgonchi yo scalperslar deylik, jigarlar, sizlarda ikkita shot bor 50 dollardan yoki da 3 ta shot borning. Misol qilib aytganda scalper razgonchilar bo'lsa, bu yerdan mana hop buyga o'zi основной trend selldami buy kirish xato. Ili yaxshi impuls tugaganda harakat qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan buy kirdingiz, masalan 50 dollarga yaxshiroq lot kiryapsiz, yeb qo'yyapsiz. Lekin bunisidan kiradigan bo'lsa, sizga sniper entry 4526 dan 50 punktli ishlab beryapti. Misol 10:001 kirgan taqdiringizda 50 dollarga 500 dollar foyda bor bu yerda. Prosta ko'ringlar jigarlar. Yana xuddi shu bunisini qaranglar. Selga ishlab bergan. Stop loss har doimgidek o'zingizlarga 5 punktda olinglar. Mana bu yerda stopimiz mana 5 punkt bo'lgan ekan. Bu yerda stopni ozgina yeb qo'yibdi, lekin endi 77 punkt oqadi-da 5 punkt stop loss bilan. Stop loss endi qo'ymasanglar ham yaxshi, shunaqa holat bo'lib qoladi. Chunki bozorda kuchliroq yangilik yoki-da fundamental shunaqa ta'sir o'tkazib qolsa, bolalar ozgina qiynalib qolasizlar. Yana bu yerda tushib beryapti narx. Bu yerda biz minimum qilib olsak bo'ladimi buni? Tak.
Jigarlar shuncha chizib keldim, endi buni minimum qilib olib ko'ramiz. 4500 bar. Lekin bu yerda bu to'g'ri kelmasa kerak, chunki bundan oldin 4510 da beruvdi bizga. Qani yozib ham ko'ramiz. Qaranglar bolalar. Xuddi yana shu holat bo'yicha kelyapti, 4510 minimum qilinyapti. Narx sizlarga bayga birinchi pozitsiyani beryapti. Qaranglar, mana bu yerda 3 punkt stop loss. Xo'p, 5 punkt minimalniy deylar. Stop loss o'zi qo'yish kerak-da bu treyderlar uchun. Zo'r variant. Dalishi olsanglar mana bu yergacha 76 punkt. U yerga tushmasanglar ham mana bu yerda o'zi ham 26 punkt. Onasi hamsa buni qaranglar. Bu yergacha 42 punkt bay ishlayapti. Ili selga ishlayotgan joyini qaranglar. Onasini emsin bor-u. Prosta jigarlar tekin narsalik uchun sizlarga nima deydi? Illanyapman bu narsani. Mana stopimiz 3 punkt har doimgidek, narximiz kelib ishlab bergan zona 16 punkt. 16 punkt ili yana xuddi shu sariq zonadan bayga razvorot olyapti. Bu yerdan bayga qo'yamiz. Tak. 5 punkt stop loss qo'yaylik. 5 punkt qo'yib qo'yganinglar yaxshi, o'zingizlar strafovkalar. Yana xuddi shu holat. Mana 50 punktli bayga chiqib ketish bor. Bu yerdan yana selga qo'yamiz. Jigarlar, bu indikator prosta tak tekin. Telegramni o'zim yozinglar, tashlab berishadi adminlar. Mana strafovka 5 punktli stop loss. Tapayimiz mana bu yerda 33 punkt. Endi qaranglar bolalar. Bu yerda bizda bayga chiqib ketish kerak bo'lgan narx chiqib ketish kerak bo'lgan bayga bozor ochilgan payt bu. Ozgina ochilgani uchun bu yerda ozroq harakatimiz o'tib qolgan pastga. Shunaqa paytlar ishlash tavsiya bermayman. Mana 5 punkt stop loss qo'yib bersam, mana shu payt mana stopni urib turib 4.8 yuryaptimi? Tak. Ne yaqinlashtirsak, shu 4.6, 4.8, 5 punktga bormayapti. Endi bu yerda 3 berishni qaranglar. 44 punkt. Bo'pti, xo'p, take profitni bu yerda yopdim deganinglar ham 84 punkt. Onasini hamsa dalish ushlab yuborsanglar, masalan, kichikroq balansdan entry qilib qo'ysanglar, bu yerda 172 punkt. Dalish chiqib kelsa, onasini hamsa kayf qilib yuboraman-da, bor-ku bu strategiyaga. 200 punktli strategiya, 200 punktli signal. Sniper entry 3 dan. Vallahi bu hech qanday qiynalish kerak yo'q, bozorda qiyinlashtirib yormanglar. Sizlarga prosta tak mendan darslik bo'ladi. Indikator berganim uchun mana sizlarga ishlatish qo'llanmasi. Bozor minimum, maksimum berganda shunday olib turib kirsanglar bo'ladi. Mana real moment ishlab bergan holati ham o'ta go'zal-da mana. Zonani kuchliligini qaranglar, chiqyapti. Bu yer orqaga qaytaryapti, bu yerda chiqib bundan razvorot olyapti. Men o'zim selda eslasanglar, sel ochib qo'ydim. Xuddi 82 dan selim bor edi mana. Tak mana 83 dan. Men 82 dan sel ochganman, bu yerda 34 gacha tushdi. Yana xuddi joyidan bayga tak nima deydi, reaksiya oldi narximiz. Bu yerda ham mana ishlab bergan joyi, eng go'zal joyi. Jigarlar, hamma zonalar bir xil. Prosta tak men sal kuchliroq zonalarni alohida qilib qo'yganman. 5 punkt stop loss deylar. Ishlab berish 32 punkt. Real moment ishlatib beryapman. Любой время gapimga javob beraman. Bolalar, Telegram kanaliga o'tinglar, signal beraman, undan tashqari indikatorni ham beraman. Kirib foydani olinglar, qonatinglar Forex'ni. Boshqa gap so'z yo'q. Jigarlar, shu gap videoga like bosish esdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lsalar podpiska bosib qo'yinglar. Agarda aktivinglar zo'r bo'lib, podpiska, like'larimiz go'zal bo'ladigan bo'lsa, yana bundan yaxshi indikatorlarim bor. Hammasini tekin qilib beraman. Kundan kunga shunaqa yaxshi ishlab beradigan darsliklar chiqarib beraman. Mana ko'rdinglar, bozorda charxpalik qilib yuborgan bu indikator. Bu indikatorda hamma ham sizlarga beravermaydi tekin. Ko'ringlar bolalar, u vahma qilishni keragi yo'q. Kunda normalniy entry bo'ladi. Xohlasanglar lotinglar kichikroq qilinglar, xohlasanglar kattaroq. Lekin bu yerda prosta foydani olib chiqish kerak. Mana eng go'zal holati. Jigarlar, video yoqqan bo'lsa hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.